Qiynalyapsizmi, siqilyapsizmi, opa, bunisi ham o'tib ketadi. Jon singillar. Faqatgina Allohni bergan rizqiga shukr qilib, qanoat qilib, yashab, harakatdan to'xtamaslik kerak, tamom. Kibrga berilmaslik kerak, tamom. Allohim boru qushga osmondan uchgan qushga rizq berdi. Uni ikkita qanoti bor, boshqa hech narsasi yo'q. Diplomi yo'q, hunari yo'q, akasi yo'q, ishga qo'ygan ukasi yo'q, singlisi yo'q. Yerda bizda bitta bosib o'ladigan chumoliga rizq berdi. To'g'rimi? Firavunga rizq berib qo'ydi. Davlat berib qo'ydi. Sizga ham beradi. Zo'r bo'ladi. Qanoat qiling. Yana ozgina chidang. Ozgincha yana sabr qiling. Shunaqa zo'r kunlar keladi. Hali zo'r bo'lib ketadi. Kvartirada yurgan bo'lsangiz, uyli bo'lasiz. Kasal inson bo'lsa shifo topadi. Boylik kerak bo'lsa yomg'irday yog'diradi. Faqat sabr qiling. Ozgincha qoldi. Qanoat qiling. Xudo xohlasa zo'r bo'ladi. Rizq Allohdan.